Hindistonga borib, oyog'imga operatsiya qildirganman. Oyoq teri raki kasalligi bilan borganman. Klinika dahshat, условия zo'r. So hormone treatment, दो तरीके का treatment. That point of time we will be starting another line of chemotherapy. Month's time we will repeat a CT scan of the chest. Kimdirda o'pka rak bor va keyin boshqa organga metastaz bergan, ya'ni ko'krakka bergan yoki o'pkaniki miyaga bergan yoki suyakka bergan. Demak, Mahbub Afzal aldamaydi. Yo'q, Mahbub Afzal aldamaydi. Mana O'zbekistonga keladi, masalan, Farg'onaga ham boradi, Toshkentda ham yuradi. It's still 99% on her side. इसके अलावा भी पेट के अंदर यहाँ पर कुछ lymph nodes हैं. Kunlik olib chiqib ketsa bo'ladi. To'g'ri testlar, to'g'ri tashxis va to'g'ri bemorlarga qo'llaniladigan terapiya natijani ijobiy tomonga o'zgartiradi. So हम लोगों को ideally इसके अंदर जो liver वाली बीमारी है वो 99% भी खत्म हो गई. Masalan, ko'krak bezda ER-PR hernia degan diagnoz juda katta rol o'ynaydi. Shunga qarab kimoterapiya va operatsiya va keyinchalik ham kimoterapiya va nur aniq bo'ladi. Bu yerda va bu orada yana ovoz chiqadigan joy bo'ladi. Kreatin topshiradi, kreatin norma bo'lsa keyin kontrakt bilan qiladi. Mana bugun biz 3-kun ko'rik o'tkazyapmiz. Onkologik bo'yicha mutaxassis doktor Parvin Jain janoblar bilan kecha Bestmed klinikada shu onkologikga tegishli kasallarga doktorlarning nazoratida kerakli ma'lumotlarni hammasini doktor berdilar va bugun 3-kun New Life klinikada yana davom etyapti. Hozirgi biz bemorlarni ko'rayotgan bular ichida eng ko'p 4-darajadagi bemorlarni biz ko'rdik bugun. Ko'pchilik anchadan beri oldindan lecheniya olyaptilar va endi 4-darajani ham biz doktor tushuntirib berganda doktor tushuntirib berdilarki, endi bularning tilida ko'krak bez, ya'ni tasavvur qiling, kimdirda ko'krak bez bor va keyin o'pkaga metastaz bergan. Endi doktorlarning tilida uni 4-daraja deyiladi. Lekin 4-darajada ham har xil bo'ladi. Kimdirniki mana ko'krak bez bor, ko'krak saraton bor va o'pkaga yana metastaz bergan, ya'ni o'pka rak va yoki kimdirda o'pka rak bor va keyin boshqa organga metastaz bergan, ya'ni ko'krakka bergan yoki o'pkaniki miyaga bergan yoki suyakka bergan. Demoqchimanki, bitta joydan boshqa joyga, organizmdagi boshqa organga agar u kasallik ketsa, doktorning tilida uni 4-daraja deyiladi. Lekin bu degan bo'ldi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi degan emas, masalan. Chunki odamlar endi onkologik saraton kasal deb bilganda va eshitganda sirasi tushunchalarga tushadi. Endi 4-darajaga ketgandan keyin ham ko'pchilikniki bitta joydan ikkinchi joyga ketganda 4-daraja hisoblagan taqdirda ham masalan hali pochkaga bergan yo'q, jigarga bergan yo'q yoki qonga hali ketgan yo'q yoki miyaga bergan yo'q. Endi bu narsalarni qandaydir yangi usullar orqali necha yilgacha bemorlarning hayotini uzaytirib berish mumkin. Endi bu hammasi Allohdan, lekin baribir yangi usullar chiqqan, immunoterapiya bor, targeted terapiya bor va nechta bemorlar bor. Kimdirga 1 oy, kimdirga 3 oy qanaqadir yashaysiz degan va bular qanaqadir mana shu doktor Parvin Jain nazoratda lecheniya olayotganda va nechta bemorlar bor, biz tajribamda kuzatib turibmiz, necha yil bo'ldi va yangi usullar orqali lecheniya qilayotganda qanaqadir ko'proq effekt beryapti, ko'proq yordam beryapti va ancha umumiy sostena ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti, yaxshilanyapti va keyinchalik ham yashashga imkoniyat ham ko'proq bo'lyapti. Endi bu hammasi baribir kim qancha yashaydi bu bo'yicha baribir hammasi Allohdan, lekin bular doktorning til bo'yicha va doktorning tajriba bo'yicha agar to'g'ridan to'g'ri diagnoz qo'yib, aniq tashxis qo'ysa va to'g'ridan to'g'ri lecheniya olib borsa va yangi usul orqali lecheniyalar ham qilsa,
ancha bemorlarga katta ko'mak bo'ladi va ancha kasallikni kechaytiriladi, kamaytiriladi va ancha uzaytirsa bo'ladi, ya'ni umrni uzaytirsa bo'ladi. Va ba'zilarining kasallik daraja birinchi darajadagi, bunda juda ko'p ehtimol uni 100% yo'q qilsa bo'ladi. Metastaz bergandan keyin ko'pincha uni butunlay bartaraf qilsa bo'lmaydi, butunlay uni yo'q qilsa bo'lmaydi. Faqat uni ushlab turish mumkin, kontrol qilish mumkin, 100% yo'q qilib bo'lmaydi. Lekin birinchi, ikkinchi darajadagi agar kasallik bo'lsa, onkologik bo'lsa ham hozirgi kunda yangi lecheniyalar bilan va yangi operatsiyaning usullari ham orqali, ya'ni laparoskopiya orqali va yangi texnologiyalar bor, robot bilan operatsiya qilinyapti. Katta kesmaydi, oddiy kichkina mayda teshik orqali ichiga kirib operatsiya qilinadi. O'sha yomon narsani onkologikni robot orqali olib tashlaydi va agar olib tashlaganda baribir biopsiya olinadi, yana boshqadan ekib ko'radi, yana histologiyaga jo'natiladi. Uning javobi agar yaxshi chiqsa hech narsa kerak emas. Hozir nechta bemorlarni ko'rdik. Mana kimdirda matka rak bor va kimdirda mana tuxumdonda rak bor ekan va uni olib tashlash kerak bo'lgan va olib tashlagandan keyin yaxshi chiqdi. Shu bilan ish bitdi. Yana hech qanaqa kimyoterapiya yoki nur yoki boshqa lecheniya qilish kerak emas. Faqat 6 oyda qanaqadir doktor nazoratda bo'lib kuzatib turish kerak. Orthopedic and second one was oncologist. And next time liver doctor will be here. Men Umarov Dilshod, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidanman. 2023-yil noyabr oyida shu mahbub bolalarni topib Hindistonga borib, oyog'imni operatsiya qildirganman. Oyoq teri raki kasalligi bilan borganman. Klinika dahshat, uslovlar zo'r, nur hiymalarni olib kelganman. 3 oy yurganman Hindistonda. Yonimda o'g'lim bo'lgan, qaragan. Odamning sog'lig'i o'ziga kerak. Pul topadi, pulni o'zi topadi. Shuning uchun pul ketarkan, bu demasdan borib davolanish kerak. Tavsiya qilaman men. O'zim boshimdan o'tganini gapiryapman. Hozir profilaktika deydimi, nima? Просто tak bunda bir konsultatsiya doktorimiz kelib qopti Hindistondan, shu yerda yurgan. Hech qanaqa jalba yo'q, lekin bir ko'rinib ketadi deb keldim men bir. Mahbub kelibdi, doktoringdan kelibdi degan ekan, просто bir ko'rinib ketadi deb keldik. O'sha ikkita narsani, bu shubhani aniqlash kerak. ovoz में भी बदलाव आ गया Keyin gapirish ovoz ham o'zgarganmi? 20-may kuni 2024 kasalni olganmiz. So it was very good. I came to Tashkent for oncology OPD. Men so'nggi 8 oydan beri Toshkentdagi onkologik ambulator bemorlar qabuli bo'limiga muntazam kelib turaman. Har safar kelganimda bu yerda olib borilayotgan ishlarning bosqichma-bosqich yaxshilanayotganini yaqqol ko'rib boryapman. Ayniqsa bemorlarni saralash, ya'ni muammoni jiddiylik darajasiga qarab ajratish va davolashda yondashuv ancha aniq va tizimli bo'lib bormoqda. Bu safar bemorlar anchagina xabardor holatda kelishgan. Kasallik haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lganlar bois ular to'g'ri va asosli savollar berdilar. Bu esa bizning muloqotimizni ancha samarali va mazmunli qildi. Qayd etish joiz, bugungi kunda O'zbekistonda ko'pchilik fuqarolar o'z sog'lig'i haqida yetarli ma'lumotga ega. Kasallikning alomatlarini bilishadi va shifokorlarga o'z vaqtida murojaat qilishyapti. Bu sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar natijasi desak xato bo'lmaydi. Yaqin oylardagi kuzatuvlarimga asoslanib ayta olamanki, onkologiya sohasida ham O'zbekistonda jiddiy siljishlar, yangiliklar bo'lyapti. Tizimga ko'plab zamonaviy, bilimli mutaxassislar kirib kelmoqda. Davolash sifati oshmoqda. Bugungi kunda konsultatsiyalar davomida biz ko'pincha maqsadli terapiya va immunoterapiya kabi tushunchalarga to'xtalamiz. Maqsadli terapiya bemorning organizmidagi ma'lum bir genetik mutatsiyalarni aniqlashga asoslanadi. Ya'ni bu terapiya faqat o'sha aniqlangan mutatsiyaga qarshi kurashadi. Agar bemorda bu mutatsiya mavjud bo'lsa, davolash foyda beradi. Agar yo'q bo'lsa, foydasiz bo'ladi.
bo'ladi. Masalan, o'pka saratonining adenokarsioma turi bilan og'rigan bemorlarning taxminan 35%da epidermal growth factor receptor, epidermal o'sish omili retseptor mutatsiyasi aniqlandi. Agar bu mutatsiya mavjudligi test orqali tasdiqlansa, bemorga EGFR ga qarshi maqsadli terapiya beriladi va u samarali bo'ladi. Aks holda bunday terapiya bemorga yordam bermaydi va mablag' zoye ketadi. Shu nuqtada muammo shundaki, bu testlar ham, dori-darmonlar ham hozircha O'zbekistonda cheklangan miqdorda mavjud. Ko'pchilik bemorlar maqsadli terapiya uchun dori vositalarini Hindiston, Turkiya yoki Bangladeshdan olib kelishga majbur. Ammo bu dorilar juda qimmat. Hamma ham buni ko'tara olmaydi. Xulosa shuki, to'g'ri testlar, to'g'ri tashxis va bemorlarga qo'llaniladigan terapiya natijani ijobiy tomonga o'zgartiradi. Aks holda noto'g'ri tanlangan davolash bemorga foyda bermaydi va ortiqcha xarajatga olib keladi. Yaxshiyamki, bu boradagi bilimlar oshmoqda va umid qilamanki, sog'liqni saqlash sohasidagi bu ijobiy o'zgarishlar davom etadi. Where it is not going to be useful. Bulardan olib chiqasizmi? Ozgina bo'lsa-da. मैंने लिख दिया है NGS करना है फिर ये तो हो गया ट्रीटमेंट के बारे में. Shu 3 kun davomida har xil bemorlarni ko'rdik. Nechta bemorlar oldindan lecheniya olib turgan bemorlar bor. Ular ham doim doktor nazoratida bo'lishi kerak. O'sha doktor nazoratida bo'lganda PET apparatiga tushganlar yangi va ba'zilar oldindan qildirib kelgandilar va ba'zilar kecha va kechadan avval bemorlarni ko'rgandan keyin doktor baribir 3 oy va 6 oyda yana повторно baribir PET apparatga tushish kerak va solishtirib ko'rish kerak. Shularga yana повторно yozib berdilar doktor va ba'zilar oldindan повторно qildirib kelganlar bor va yana bugun doktor bularga keyinchalik lecheniya qanday olib borish kerakni tavsiyani berdilar. Ko'pchilikning ancha kechaytirilgan holatda, ya'ni yaxshi tomoniga o'zgarish bor, yaxshi lecheniya ketyapti va bemorlar juda ham xursand bo'lib ketdilar. Ba'zilarni lecheniyani endi kerak emas, sizga to'xtatish kerak deb maslahat berdilar va faqat kuzatib turish kerak deb. Bunaqalar ham nechta bemorlar bo'ldi va bunaqa baribir to'g'ridan to'g'ri lecheniyani olib borish bu juda katta rol o'ynaydi. Birinchidan diagnoz, aniq tashxis bo'lsa, u keyinchalik lecheniya maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyinchalik lecheniya aniq tashxis bo'lsa, shunga qarab lecheniya qilsa, tuzalish va natija ko'ngillik bo'ladi. Bo'lmasa taxminiy diagnoz bilan va taxminiy tashxis bilan agar lecheniya qilsa, u ba'zida noto'g'ri ham bo'lishi mumkin va noto'g'ri ta'sir ham qilishi mumkin. Uning asorati ham boshqacha bo'lishi mumkin, chunki hammaning organizmi har xil bo'ladi. O'shaning uchun diagnozda, aniq tashxisda gap juda katta. O'shaning uchun aniq, chunki asosiy borku onkologiskida biopsiya, gistologiya bu juda ham katta rol o'ynaydi, chunki hamma lecheniya, keyingi olib boradigan lecheniya hammasi shu gistologiya, biopsiya javobga va uning turiga bog'liq bo'ladi. Chunki operatsiya ham unga qarab qilinadi, kimyoterapiya ham unga qarab qilinadi va yangi usullar chiqqan immunoterapiya, targeted terapiya ham shu biopsiyaning har xil turlariga bog'liq bo'ladi. Va agar buni oldin olib va aniq tashxis qo'yib lecheniya qilsa, ancha bemorlarning holatlarini yengillasa bo'ladi va bemorlarni ancha qo'mak bergan bo'lamiz va biz yo'llamani hammasini berdik bemorlarga va bemorlar juda ham mana o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib ketganda juda ham xursand bo'lib ketdilar, juda ham samimiy tilaklarini bildirib ketdilar va juda ham minnatdor bo'ldilar, chunki bunaqa imkoniyat har doim bo'lmaydi va doktorlar shuncha uzoqdan kelib va bularga tavsiya berish bu ham katta narsa. Biz bu narsani doimiy ravishda davom etmoqdamiz. Xudo xolasa keyinchalik ham xuddi shunday bunga o'xshagan kasallarga har doim yordam berishga biz tayyormiz. Shu yerda ham va Hindistonda ham. Agar umuman shu yerda o'xshamaydigan bo'lsa, umuman iloji yo'q bo'lsa, Hindistonga borayotgan bemorlarga ham biz ko'mak beryapmiz. Yo'llama va keyinchalik Hindistonga borib kelgandan keyin ham endi baribir onkologiskida endi ozgina rivojlanib ketgandan keyin 4-darajaga ketgandan keyin
qanaqadir umrbod baribir lecheniyaga davom etish kerak va buncha Hindistonda bemor qololmaydi, ancha qolib ketadi. O'shaning uchun doimiy ravishda kimdir operatsiya bo'lsa operatsiyani qildirib va kimdir, ya'ni ko'pchilik operatsiyaga ham qanaqadir ularning loyiq emas, chunki baribir u rivojlanib ketgan, 4-darajaga ketgandan keyin faqat kemoterapiya yoki immunoterapiya va target terapiya davom etish kerak. Bo'lgandan keyin ular aniq to'chna diagnoz tashxis qo'ygandan keyin bitta ikkita u yerda olib, chunki baribir bitta ikkita nimaga u yerda olishni doktor tavsiya qilyaptilar, chunki organizm qanday qabul qiladi, dozani qanday qabul qiladi, chunki baribir kemoterapiya kuchli dozada ba'zida beriladi va buning asorat bo'ladi. Ya'ni kuchsiz, holsiz va ich ketish va endi hammada har xil kuzatiladi, kimdirda hech narsa bo'lmaydi. Endi asoratlar o'shani qanaqa qabul qilsa, shunga qarab keyingi jadval qildirib beriladi va keyin bu yerdagi mahalliy doktor nazoratida, albatta hindistonlik kuchli mutaxassis doktorlarning nazoratida bir-biri bilan maslahat qilgan holda davom etiladi va doktor ham har bir yarim oyda Hindistondan shu yerga tashrif berib turadilar va bemorlar doimiy ravishda qanaqadir doktor nazoratida bo'ladilar. Tashlab qo'yish yo'q, doimiy ravishda bemorlar qanaqadir o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib turadilar va qanday lecheniya olib borish kerak bo'lsa, shunday olib boriladi va bu baribir juda ham kerakli narsa, chunki onkologistki bilan o'ynab bo'lmaydi. Ba'zilar bor, hozir biz ko'rdik, nesta biz tavsiya qilganmiz, lekin ular u tavsiyaga qanaqadir rivoya qilmagan va rivoya qilmagan hisobga kasallik yana qaytib chiqqan va qanaqadir holat og'irlashib ketgan. Endi unaqa qilish kerak emas. Men kim bizni kuzatib turgan bo'lsa, hammaga tavsiya qilaman, doktor aytgan narsani albatta qilish kerak va baribir maslahat qilib birgalikda bu narsani oxirigacha yetkazish kerak, chunki hammada har xil vaziyat, kimdir pul sababdan va kimdir boshqa sababdan endi lecheniyani to'xtatib qo'yadi, lekin unaqa qilish kerak emas, chunki shuncha qilgan narsa agar buni oxirigacha yetkazmaganda hamma narsa bertin bo'ladi. Shuncha qilgan narsa yana qaytib chiqsa, bu bertin. O'shaning uchun baribir uni bertin qilish kerak emas, baribir doimiy ravishda doktor nazoratida bo'lish kerak. 4-darajaga ketgandan keyin ayniqsa, agar u 1-darajadagi bo'lsa va to'g'ridan-to'g'ri lecheniya olib borsa va keyinchalik faqat doktor nazoratida doimiy ravishda, kimdirga 6 oyda doktor nazoratida bo'lib turish kerak deb tavsiya qilinadi, kimdirga 1 yil. So where will be the reports? Har oyda bir marta. Har oyda bir marta. Endi yo'llamani kim beradi bizga? Men Azizov Bahramjon, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yashayman. 2024-yil noyabr oyida bordik, dekabr oyida qaytdik. Jigar sirroz bo'lib qoldi singlimda. O'shanga jigar plantatsiya qilgani bordik. Men donor bo'ldim. Mana sharoitlar yaxshi. Mahbub Afzal kutib oldi. Yaxshi kutib olishdi bari. O'zlari aeroportdan kelib olib ketishib, gastitsalarga o'rnashtirishib, qiyinchilik yo'q. Hamma sharoitlar yaxshi. Analizlarni topshirib, vaqti bilan hamma yo'qlarni ko'rib, o'zi Mahbub Afzalni o'zi bosh-qosh bo'lib, operatsiyaga o'zi tepamizda turib olib kirdi. Mana xudo xolasa yaxshimiz. 1 yil bo'ldi mana. Men donorman. Singlim ham yaxshi bo'lib ketdi. Borganda qo'rquv bo'lardi ekan. Endi qo'rquv bo'lgandan, etga borgandan keyin o'zlari kutib olib, yaxshi. Men boshqacha tasavvurda bordim u yerga, Hindistonga. Endi qo'rquvman-da endi. Endi Hindiston desa boshqacha tasavvurda bo'lasiz. Kakpolojin dokumentalniy hamma narsa. Oldi qosh degan gap yo'q, bunday unaqa yo'q ekan, Xudoga shukr, Allohga shukr. Mana bordik, 2 kishi bo'lib borgan bo'lsak, hammasi o'zlari bosh-qosh bo'lib Mahbub Afzal garantiya berdi. 100% garantiya beraverar ekan, yaxshi bo'ladigan bo'lsa bular. Bo'lmaydiganda bo'lmaydi deydi ekan, bo'ladigan deydi ekan. Harakat qilsa bo'ladi deydi ekan, bo'lmaydigan deb aytar ekan bular. Allohga shukr, mana yaxshi bo'ldi. Aka singil edik. Hindistonga boradiganlarga shu Mahbub Afzalning firmasida, shu Mahbub Afzalning qaramog'ida borsa, hammasi yaxshi bo'lar ekan mana. O'zimiz ko'rib bilib keldik. Boshqa joyda borganlarni ham mana qiynalayib turganlarni ham ko'rdik. Puli arzon deb aytib qo'yib, undan qimmatga ham tushib ketar ekan. Aldanib qolyapti ekan ko'pchilik. Bunaqalarni ham ko'rdik, eshityapmiz hamda hozirgi kunda ayniqsa ko'payib ketibdi shunaqa. Hammasini eshitib turibmiz. Bilyapmiz. Mahbub Afzal aldamaydi. Yo'q, Mahbub Afzal aldamaydi. Mana O'zbekistonga keladi, masalan, Farg'onaga ham boradi, Toshkentda ham yuradi. Hech qanday aldash yo'q. Kerak bo'lsa 2 oyda ham kelyapti, 3 oyda ham kelyapti.
har oy kelyapti, to'g'risi ham endi har oy kelyapti. Tavsiya qilaman. Doktorlar bilan gaplashish ham yaxshi, muomalasi ham yaxshi bo'lardi. Kech qoldirmaydi operatsiyalarni ham, vaqtida olib kiradi. Nima yordam bo'lsa, qo'ldan keladigan bo'lsa, hammasini qiladi Mahbub Afzal. Singlim qorni ishib ketib, sirroz bo'ladi-da. Mana Allohga shukr, Xudoyim qaytib berdi shu sabablarda endi bular sababchi endi bular ham. Mahbub Afzalga kanaliga obuna bo'lib, shunda boringlar iloyim. Yaxshi bo'linglar hammalaring. Endi hammada har xil diagnoz bor. Endi hozirgi kunda biz ko'rdik, ko'p bemorlar ko'krak bez bilan, ayniqsa ayollarda diagnoz bilan keldilar. Masalan, biopsiyada ham masalan ko'krak bezda diagnoz, ya'ni ER-PR hernia degan diagnoz juda katta rol o'ynaydi. Shunga qarab kimyoterapiya va operatsiya va keyinchalik ham kimyoterapiya va nur aniq bo'ladi. Ya'ni ER-PR pozitiv va hernia negativ, ya'ni ER-PR musbat va hernia negativ, ya'ni manfiy bo'lsa, bu eng zo'r tur hisoblanadi, eng zo'r tur deyiladi va xuddi shunda bunda 3 ta bor. Endi bu doktorlar hammasi tushuntirib berganda, hozir bu narsa biz ko'rdik, nechta bemorda u ER-PR hernia narsa yo'q ekan. Endi u juda muhim, chunki buni aniqlamaguncha lecheniya baribir qanaqadir uni aniq qilib keyin lecheniya olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. U narsa albatta qilish kerak, juda muhimroq va boshqa o'pka rak bu bo'yicha baribir qanaqadir diagnoz tashxis katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari yo'g'on ichakdagi onkologik, suyak onkologik, hattoki ba'zi oq qon kasallarini ham biz ko'rdik. Ularga doktor tavsiyalarni hammasini berdilar. Bemorlar o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib ketdilar va men o'ylayman bu juda katta imkoniyat va bunaqa imkoniyatlardan har doim bemorlar qanaqadir bahramand bo'lish kerak. Doimiy ravishda doktor nazoratida bo'lib va o'zining sog'likka qanaqadir befarq bo'lmaslik kerak. Baribir oldin olish har doim inson yutadi.